Sovet ittifoqining Uyg'urlarga qaratgan avtonomiya siyosiy taktikasi. Sovet ittifoqining Uyg'ur avtonomiyasi va ko'zlagan maqsadi. Yaqinda Qozog'iston prezident arxivxonasida saqlanayotgan Qozog'iston ittifoqdosh jumhuriyati tavasida Uyg'ur avtonom oblastini qurishga oid Moskvaga yo'llangan bir parcha loyiha doklati oshkorlandi. Bu doklat 1947 yili 2 oyda tayyorlangan bo'lib, qaysi kun ishganligi aniq emas. Mazkur doklat Qozog'iston ittifoqdosh jumhuriyati kompartiyasining birinchi sekretari Shoy Ahmadov tarafidan imzolangan bo'lib, bu Sovet ittifoqi kompartiyasi markaziy komitetidagi mas'ul xodim N.S. Patolevichga yo'llangan. Dokladning mazmunidan qaraganda, Qozog'iston tavasida Uyg'ur avtonom oblastini qurishni oldi bilan Qozog'iston kompartiyasi qaror qilgan hamda uning loyihasini tuzgan bo'lib, Sovet ittifoqi kompartiyasi markaziy komitetidan bu masalani hal qilish talab qilingan. Dokladda ko'rsatilishicha, qurilmoqchi bo'lgan Uyg'ur avtonom oblastining Qozog'iston ittifoqdosh jumhuriyatining Taldi qo'rg'on, oblastining Panfilov, O'ktabir rayonlari, Almata oblastining Chilak, Amgakchi Qozoq, Uyg'ur, Narinqul, Kegan rayonlari kirgizilishdi. Panfilov shahrini, ya'ni Yarkent shahrini avtonom oblastining markazi qilish bekitilgan. Shuning bilan bir vaqtda yuqorida aytib o'tilgan joylarda yashaydigan Uyg'urlarning 23 ming atrofida hamda shu joydagi butun aholining 20% ni tashkil qildiganligi tushuntirilgan. Mana bu Sovet ittifoqining o'z territoriyasidagi Uyg'urlarga avtonomiylik huquq berish masalasi haqidagi hozirgacha oshkora bo'lgan tunji rasmiy hujjati bo'lib, mazkur loyiha dokladga Qozog'iston kompartiyasining birinchi sekretarining imzo qo'yishi, balki Uyg'urlarning avtonomiya masalasining oldi bilan Moskvadagi kompartiya markaziy komiteti tarafidan o'ttirg'i chiqarilib, keyin uni Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan Qozog'istonga tushirib berilganligi, yuqorining buyrug'iga binoan Qozog'iston kompartiyasining dastlabki qadamda mazkur Uyg'ur avtonom oblastini qurish loyihasini tuzib chiqqanligi bilan munosabatlik bo'lsa kerak. Birinchi nuqta sifatida Qozog'iston jumladan Sovet ittifoqi ham uning sirtidagi Uyg'urlarning Sovet ittifoqiga bo'lgan hurmatini oshirish, Sovet ittifoqining Uyg'urlar orasidagi obrazini tiklash orqali Sovet territoriyasining ichki tashqi qismidagi Uyg'ur millatchiligi hamda Sovetga qarshi kayfiyatlarga zarba berishdan chiqish qilingan bo'lib, bu nuqta mundaq tushuntirilgan. Qozog'istonda yashayotgan Uyg'urlar orasida milliy birlik va milliy madaniyatni rivojlantirishga bo'lgan intilish nihoyatda kuchli taraqqiy qilgan. Qozog'iston Uyg'urlarining muhim aloyidligi shuki, ular shu ismi atalgan joylarda o'z milliy aloyidliklarini saqlagan holda nisbatan to'plashib yashaydi. Uyg'ur avtonom oblastini qurish shakli milliy, mazmuni sotsialistik Uyg'ur madaniyatining aktiv gullanishini qo'zg'aydi. Uyg'ur milliy kadrlarining partiya va Sovet organlariga kirishni, Uyg'ur kadrlari orasidagi siyosiy xizmatlarni yaxshilaydi. Hamda bizda va chet eldagi Sovetga qarshi tashviqotlar uchun xizmat qiladigan Uyg'ur xalqining teng barobarlik huquqlarining kichikiltirilganligiga tayinilgan va Uyg'urcha gazetlarning chiqishdan to'xtatilishi, Uyg'ur maktablarining yepilishi pakt qilib ko'rsatilgan. Uyg'ur millatchilik elementlariga qattiq zarba beradi. Dokladda Sovet ittifoqi tavasidagi Uyg'urlar uchun avtonom oblast qurib berishning 1944-yili boshlangan Ili, Tarbag'atay, Oltay viloyatlari ham boshqa rayonlardagi milliy ozodlik harakati bilan bevosita munosabatli ishkanligi, jumladan qurilmoqchi bo'lgan Uyg'ur avtonom oblastining milliy ozodlik inqilobining markazi Ili bilan bevosita chegirildganligini ko'rsatish orqali mazkur qurilmoqchi bo'lgan oblastning Moskvaning, ya'ni Sharqiy Turkistonning siyosati ham Jungo siyosatida muhim rol o'ynaydiganligi ta'kidlangan. Qozog'iston kompartiyasining
birinchi sekretari Shoy Ahmadov imzo qo'ygan mazkur layihə doklatining 2 va 3 nuqtasi sobiq Sovet ittifoqining ayni vaqtdagi Osiyo siyosiy strategiyasini ro'shan ko'rsatib bergan bo'lib, mazkur nuqta mundaq ifoda qilingan. Mazkur oblast qurilmoqchi bo'lgan rayonning iqtisodiy va taraqqiyot uchun önemlik bo'ladi va uni tezlatadi. Şunun bilan bir vaqtda buning muhimligi shu yerdagi Uyg'ur oblasti Xitoydagi musulmonlarning milliy ozodlik harakatining manbasi hisoblanadigan Sharqiy Turkistonning ili rayoni bilan chegaralanadi. 3-dan Uyg'ur oblastining qurilishi Sharqiy Turkistondagi 3 million Uyg'ur ommasining yaxshi inkosini qo'zg'ishi shubhasiz ham ularning milliy ozodlik harakatini Sovet ittifoqiga texmi zo'r darajada moyil bo'lgan holda aktivlashtirdi. 2 va 3 nuqta sobiq Sovet ittifoqining nima uchun ili inqilobiga yordam berishi bilan bevosita munosabatlik bo'lib, Moskvaning Uyg'urlarning milliy ozodlik harakatini qo'llashi va uningga yordam berishi tub jihatdan olganda Uyg'urlarning manfaatidan emas, balki Sovetning o'zining xususiy davlat manfaatidan chiqish qilinganligi. Sovet ittifoqining sharqiy chegaralarida yuz berayotgan xalq inqiloblari qanday xarakterni elishidan qat'iy nazar, agarda Sovet ittifoqiga dushmanlik ideyasi bilan emas, balki moyillik ideyasi bilan paydo bo'lsa va rivojlansa, uni qo'llaydiganligi, hatto uni Moskvaning siyosiy strategiyasi uchun xizmat qildirishni umid qiladiganligini tushundiradi. Sovet ittifoqining 30-yillardagi Uyg'ur inqilobi jarayonida ezilgan xalq Uyg'urlarni va Sovet ittifoqiga qarshi kayfiyatdagi shaxslardan tarkib topgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati hukumatini emas, balki azguchi militarist Shinseyni qo'llashi, Manchang sulolasidan mustaqillik jakarlagan, ammo keyin Beijing hukumati bilan yorishishni xohlagan Sovetga qarshi Mongol ruhoniy kinazlarini emas, aksicha Sovet Rossiyaga o'zining sodiqligini jakarlagan kommunistning ideyasidagi suhbatlarini qo'llaganligi va boshqa ko'plagan misollar fikrimizni quvvatlaydi. Haqiqatan ili inqilobi Sovet ittifoqining o'tgan asrning 40-yillardagi Xitoyga qaratgan tashqi siyosiy strategiyasi bilan munosabatlik bo'lib, Moskva inqilobining qo'zg'ilishidan tortib toki oxirlashib o'lkada Jungo kompartiyasining hokimiyatining tiklanishiga qadar 6 yil jarayonida muhim rol o'ynash bilan mazkur jarayonda mavjud bo'lgan siyosiy kuchlar, ya'ni ili hukumati va Gomindang o'lkalik hukumati hamda Jungo kompartiyasining o'lkada o'z hokimiyatini tiklishiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. 20-asrning 50-yillargacha bo'lgan orliqdagi Uyg'ur diyorining siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy ma'rif taraqqiyot jarayonini Sovet ittifoqining ta'sir doirasida bo'lishidan ayirib tushunish mumkin emas edi. Uyg'ur qismەtلىرى bilan o'ynashgan Sovet jasuslari. Uyg'urlarning 19 va 20 asrlardagi siyosiy tarixi Uyg'ur diyori bilan uzun chegaraga ega sobiq Chorosiya va keyingi sobiq Sovet ittifoqining sharqiy siyosati, jumladan Jungo siyosati bilan zich bog'lanishliqdir. Sobiq Chorosiya imperiyasi 19-asrdagi Uyg'urlarning milliy mustaqillik qo'zg'alonlari va bu qo'zg'alonlar natijasida maydonga kelgan ili sultonligi, Qashqariya davlatining yo'qolishi bilan munosabatlik bo'lsa, sobiq Sovet ittifoqi 20-asrdagi ikki jumhuriyatning oxirlashishiga bevosita ham vositali holda bog'lanishliqdir. Sovet ittifoqi o'zining strategik planlarini amalga oshirish uchun razvedka organlaridan önemli foydalangan edi. Moskvaning atishi bo'yicha olganda razvedchiklar, Uyg'urlar va Sovet ittifoqining raqiblarining atishi bo'yicha Sovet jasuslari, Uyg'ur xalqining 20-asr siyosiy taqdiri bilan bevosita o'ynashgan bo'lib, Kerimil rahbarlari başdan oxiri shu o'zlarining sobiq alayida xizmatchilarining Uyg'urlar va ularning vatani haqida to'plagan turlik ham
qimmatlik materiallari shuningdek taklif fikrlari asosida Uyg'ur siyosiy taqdirini yashgan ekan. Qo'limda Moskvaning yanidagi ma'lum bir kichik yezida o'ltirishliq boshqirt millatidan bo'lgan bir peshqadam o'qituvchining qalamiga mansub qizil tashliq ruscha kitob turibdi. Mazkur kitobning asli avtori 30-yillarda oldi bilan Qashqarga, keyinroq bo'lsa Oqsuga tashlanib, İstanbullik tijoratchi İli Apandi degan nom bilan savdo magazini qurib, maxsus jasuslik qilgan boshqirt millatidan kelib chiqqan G'obit Muzipovdir. U 1937-40-yillarda Oqsu shahridagi yerlik Uyg'ur savdogarlari, diniy zotlar va ziyolilar ham boshqalar orasida yuqori hurmatga sazovor bo'lgan edi. Islom dinidan to'liq xabari bor. Kichkidan diniy tarbiya ko'rgan İli Apandi o'zining har taraflama qobiliyati bilan Uyg'urlarning hurmatiga sazovor bo'lib, Oqsuning ahvoli bo'libmi general Mahmud Muhitti Hindistonga ketgandan keyin uning qo'shinlarini boshlab qo'zg'olon ko'tarib, Oqsu Ushturpan, Kuchog'cha bo'lgan joylarni ozod qilgan Abduniyaz Begning Oqsu atrofidagi faoliyatlari, uning xalq bilan bo'lgan munosabatlari va boshqa turli ahvollarni egilashda xizmat ko'rsatgan edi. Aslida Boshqirdistonda boy diniy zot oilasida dunyoga kelgan. Oktyabr inqilobi mezgilida dadisi va boshqa urug' tuqqanlari bostirilgandan keyin komsomollar tarkibiga qatilib, Sovet Qizil Armiya jangchisi sifatida Qirg'izistonda, ya'ni bosmachilar deb atalgan mustaqilchilarni tozalashga qatnashgan hamda toki 1937-yilgacha Qirg'izistonning Uyg'ur eli bilan chegaralanadigan Qoraquul shahridagi chegara qo'g'dash punktida xizmat qilib, maxsus ichki razvedka ishi bilan shug'ullangan G'obit Muzipov 1937-yildan keyin Uyg'ur diyoriga kelib, ismini İli Apandiga o'zgartgan bo'lsa-mu, biroq kishilar toki umrining oxirigacha uni İli Apandi deb chaqirishga odatlangan. İli Apandi 1944-yili İli inqilobi portilgandan keyin G'uljiga avatilib, Tekes otliq polikini qurgan. Arqadilla İli hukumatining ichki ishlar ministrligida maslahatchi bo'lib, Cumhuriyetning butun razvedka ishlariga mas'ul bo'lgan. Bir mezgil o'tgandan keyin yana Cumhur rais Alixon To'riga maslahatchilikka tayinlangan. Ham uni o'g'irlab ketish operatsiyasiga ishtirok qilgan. U 1946-yildan toki 1949-yilgacha 6 oyda razvedka faoliyati bilan shug'ullangandan keyin 1949-yilining o'ttirlarida Sovet ittifoqiga qaytirib ketilib, ömrünü Oş şəhərdə ötküzgən, şuningdek 80-yillarda tuyuqsiz qo'zg'algan yurak kesili bilan o'lgan. Qiziq yeri shuki, Cumhuriyet İchki ishlar ministrligining ham Alixon To'rining maslahatchisi bo'lgan Ali Mamatov degan nom bilan tonulgan mazkur arbob 1946-yili Alixon To'rining imzosi bilan milliy ozodlik inqilobga qo'shgan zo'r to'kpisi uchun taqdirnoma ham bir oltin yaltilgan mavzir bilan mukofotlangan bo'lib, İli Mamatov butun umr bo'yi Alixon To'ri bergan mazkur jumhuriyatning oliy ordenlarini maydisiga taqab yurgan ekan. Hech kim bilan paranglashmaydigan, kam so'z, o'ychan bu kishi keyingi 30 yillik hayotini Oş shahridagi kichik uyida yigona holda kitoblar dövisi ichida o'tkazgan bo'lib, Uyg'ur elining 30-40-yillardagi tarixi, sirliq voqealarga munosabatlik turli materiallarni to'plab, bu haqda maxsus xotirlarni turg'izgan ham kitoblar yozgan. Lekin u KGB'ning qattiq qamalligida bo'lib, KGB doiralarining KGB'ning polikining unvoni bilan pensiyaga chiqqanligiga qaramay, uning maxfiy sirlarini fosh qilib etishidan andisha qilib, bir kunmi nazorat qilmay qolmagan ekan. İli Apandining Oş shahridagi eng yaqin do'sti 1937-yili
Qashqar turmasiga o't qo'yib, Mavtili Tavfiq qatorliq 300 dan ortiq kishini o'ltirib, jallodlikda dong chiqargan. 1944-yili Iliga kelib, Harambog' urushlari qatnashgan shuningdek Tekes atliq polikining komandiri bo'lgan Razzoq Mavlanov edi. Ömrünün oxirida 5 vaqt namoz o'qib, qilgan ishlariga tövbe qilish bilan o'tkazgan. Shuningdek, O'sh shahridagi masjidda imomlik qilgan Mavlanov texmo kam so'z bo'lib, u koni sabdishi Ili apandi bilanla paranglashir ekan. Sobiq Sovet jasusi Mavlanov Ili apandining dafna marosimida xatmi Qur'on qilgan. Shuningdek, orliqdan 1 yil o'tmay tuyuqsizlik qo'zg'algan yurak kesili bilan bu dunyodan xo'shlashgan. Demakchi bo'lganim shuki, qo'limdagi qizil tashliq kitob Uyg'urlarning 30-40 yillar fojiasining shohidi bo'lgan kasbiy razvedchik Ili apandining qalamiga mansub bo'lib, u o'lgandan keyin uning o'g'li butun materiallarga ega bo'lib, dadasining kitobini yezishini davomlashtirgan hamda oxiri uni 5 tom qilib chiqarishni boshlagan. Koni jasusning to'plagan materiallari asosida yozilgan mazkur kitob Moskvaning 30-40 yillaridagi siyosiy o'yinlarini, bo'libmi Sovet NKVD, keyingi nomi KGB organining Uyg'ur diyorida ilib borgan faoliyatlari, shuningdek kimlarning Sovet razvedkasiga tava va bog'inlashliq ekanligini bilishda muhim va ishonchlik yip uchi ta'minlaydi. Sovet ittifoqi armiya va razvedka xodimlarini ishga soldi. Avtorning yozishicha, o'zlarini ezilgan xalqning nijot yulduzi deb jar silib, kommunistik partiya ham kommunizmning ulug'ligini tashviq qilib, kishilarni bu ideya uchun jon fido qilishga da'vat qilgan. Lenin rahbarligidagi Sovet Rossiyasi tunji qitim 1921-yili mazkur qaror bo'yicha Uyg'ur eliga harbiy qo'shin avatdi. Bu joyda Uyg'ur diyoriga 50 mingdan ortiq char podsho jangchi ofitserlari, qochoqlar qochib kelib olgan edi. Qo'zg'olon ko'targan oqlarning Dutub, Annenkop, Bakich, Novikop va Shishkina qatorliqlarning qo'shinlari general Bakichning qo'mondonligida Jungo hokimiyatiga bo'ysunmadi. Oqlarning bu qo'shini Uyg'ur elini baza qilib, Sovet Rossiyasiga qaytarma zarba bermoqchi bo'ldi. O'z hokimiyatidan ansirgan o'lkadagi Jungo hukumatining beshi hisoblanadigan Yang Zemin Sovet hukumatidan yordam so'radi. Natijada 1921-yili 17-mayda Turkiston fronti qo'mondonlik shtabi bilan Sharqiy Turkiston hukumati orasida Bakich va Novikov qo'mondonligidagi oqlarning qochoq armiyasini birlikda yo'qotish uchun Jungo territoriyasiga Qizil armiyani kirgizish haqidagi kelishim deb atalgan bir to'xtam tuzildi. Ana shu kelishimiga asosan 1921-yili 5-6 oylar va kuz mezgilida Sovet Qizil armiyasi Uyg'ur diyorida 2 qatim harbiy harakat elib bordi hamda general Bakichni yo'qotdi.